Любой uchrashuvda, любой jigitda o'ziga qaratishga bir fishkalari bor. Faqat o'sha определенный to'g'ri standartniy texnikalarni bajarsanglar yetarli. Ko'pchilik qizlar mana shu birinchi svidankaga, birinchi uchrashuvga chiqishda ikki xil xatolarga yo'l qo'yishadi. Birinchisi bu haddan tashqari ko'p mana shu uchrashuvga tayyorlanishadi. Uchrashuvga bunaqa chiqishim kerak, mana bunaqa kiyinishim kerak, mana bunaqa makiyajim bo'lishi kerak deb, ya'ni o'zini haddan tashqari bachkanalashtirib olishadi. Ya'ni искусственный bo'lishadi. Ikkinchisi shundoq ishga borgan kiyimini kiyib chiqaveradi. Mana shunaqa tabiiy bo'lishim kerak deb o'ziga qaramasdan chiqadi. Lekin ikkalasi ham xatoga kiradi. Eng to'g'ri variant bu, men o'zim sizlarga ekspert sifatida aytaman. Svidaniyaga chiqqanda mana shu ustingizdagi kiyim, o'zingizni obrazingiz o'zingizga yoqishi kerak. Ana shunda siz настроение joyida bo'ladi. Gap so'zi joyida bo'ladi. Hech qatingizdan bir kamchilik topmasdan qarshingizdagi jigitni yaxshi eshitib, to'g'ri javob qaytarib, ya'ni bunaqa настроение bilan chiqqan uchrashuv 80-90% da juda ham muvaffaqiyatli, yaxshi taassurotli uchrashuv bo'ladi. Qizlar uchrashuvga chiqqanda nimaga e'tibor berish kerak, qanaqa savollar berish kerak, bular ikkinchi o'rinda qilinadigan narsa. Asosiysi o'zingizni obrazingizga juda ham yoqishi shart. Bu videoni yaqin dugonangizga jo'natib qo'ying.